shunchaki Yetar ha endi, 1 yildan beri uchrashib yuramiz. Qachon uylanasiz? Tezroq uylaning. Uylansangiz uylaning. Bo'lmasa men erga tegaman. Shuncha kutding-ku, yana ozgina kutgin. Ambalarimdan so'radim. Birinchi otangni uylantiraylik, keyin sen uylantiramiz deyishyapti. Shu masalani bugun hal qilaman. Hal qiling. oy yuzingga Uylansangiz uylaning. Yoshim 30 ga kiray dedi. Birorta qizingiz bo'lsa, ayting. Va'da beraman, men o'zim uylantiraman sizni. O'g'lim, ko'nglimda bittasi bor. Mana bu qoringa yo'q deyapti-da. Qo'ysangiz-chi, bu qorin menda ham bor-da. Ota o'g'il. O'g'lim, qanisan? Bir haftadan beri chuqur qozding. Uchrashuvga chiqing deb. O'zing kelmayapsan. Tezlash. Malades dada, malades. Qara qizni ko'rsin. Mana, o'g'lim. shunchaki ko'rgim keldi seni shunchaki Siz Taniysanlar bir-biringni? Bevafo, sen meni kutmading. Axir men senga hammasini tushuntirgandim-ku. Uylantiraman deb va'da bergansan. Bir umr bo'ydoq o'tamanmi deyman-da. Lekin dadam bilan fikrimiz bir xil ekan. نکنم نمیشه همراه بودم همیشه در تگ دل و زاره دوان